Dunyomiz neftsiz bir hafta chiday oladi xolos. Eng ko'p chidaydigani ham bu NATO davlatlari, u ham bo'lsa 1 oy chidaydi. Agarda dunyoda neft to'xtab qoladigan bo'lsa, dunyoviy inqiroz boshlanadi. Davlatlar aro logistik muammo kelib chiqadi. Ikkinchi o'rinda shaxsiy transport muammolari to'xtashni boshlaydi. Bir mahsulot ishlab chiqarish, elektr ishlab chiqarish. Ko'ryapsizmi, biz qanchalik neftga bog'lanib qolganmiz. Lekin eng ko'p neft qayerlarda bor? Venesuelada, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Kuvayt, Ummon, shunga o'xshagan davlatlarda. Lekin yaxshilab e'tibor bersangiz, Fors ko'rfazining atrofida. Va bu yerdagi neftlar osonlikcha Yevropaga chiqib ketish kerak. Lekin bu neftlarni Eron nazorat qilayotgandi. Va Yevropa Rossiya neftini ham, gazini ham olishni xohlamayapti. Va diplomatiyada shunday so'z bor. Bo'l, parchala boshqa. Xuddi shu so'zni takomillashtirib foydalanishyapti. Ammo ba'zi bir davlatlar xalqlari shu narsani tushunmayapti. Va kelajakda ko'rilgan ba'zi bir davlatlar elektromobillarni ko'paytiryapti. Chunki kelajakda neftga bog'lanib qolmasligi uchun. Misol Amerika, Xitoy shunga o'xshaydi. Qarang. Telegram kanalimga albatta obuna tashlab qo'ying, chunki yaqinda YouTube'da boshlaymiz va Telegramda xabar beramiz. Va sotilayotgan kasalliklar kitobi sizga zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol tahlil nashriyotiga murojaat qilishingiz mumkin. Juda ham tahliliy bir kitob. Bizga qanday qilib dorini sotishayotganini tushuntirib berishgan kitob orqali. Bemalol sotib olishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab kitob rastalarida sotilmoqda. Siz uchun maxsus Turkiston News. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.